Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Janubiy Koreyada kuz fasli kirib keldi. Mana daraxtlarni ko'rib kuz quvonadi. Daraxtlar har xil tusga kirgan, sariq, yashil, qizil, qisqa qilib aytganda bu daraxtlarni ko'rsangiz juda ham xursand bo'lasiz. Telefon kadrlari bularni tiniq olib bermaydi. Ko'z bilan ko'rganchalik tabiat juda go'zal, juda zo'r. Yurish uchun, dam olish uchun shunaqa sharoitlar zo'r qilingan. Eng qizig'i mana bu yerda ham daraxtlar. Hamma joy daraxt. Million daraxt bo'lishiga qaramasdan yana daraxt ekadi, daraxt himoya qiladi. Mana qarang. Mana bu yerdan ham zina qilib qo'ygan yurish uchun. Atrof o'rmon bo'lib yotibdi. Aylanish uchun, dam olish uchun juda ham zo'r. Nari yo'qlari shahar. Zavod, fabrikalar bu odamlar yashaydi, qisqa qilib aytganda yaxshi joy. Mana shu joylarni daraxtlarni kesib tashlab, yaxshigina domlarni qurib bo'lmasam dacha qilib turib soqqani qilsa bo'ladi. Lekin shu karislarga hayron qolaman. Daraxtni kesmaydi, daraxtlarni himoya qiladi. Daraxtga bo'lgan e'tibor, tabiatga bo'lgan e'tibor juda ham kuchli. Shu boisdan ham tabiati juda ham zo'r, havosi juda ham zo'r. Daraxtlarni qarang. Havosiga gap bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun tabiatni asrash kerak. Mana shunaqangi manzarali, chiroyli daraxtlarni ekish kerak.